China House kompaniyasi nafaqat kuchli rahbar, balki kuchli jamoa bilan ham yetarlicha shakllangan. Bu videoda ularning bir qismi bilan siz tanishishingiz mumkin va kompaniyamiz haqida yanada batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. China House kompaniyasida ertalabdan soat 7:40 da barcha bu yerda ishlayotgan brigadirlar bilan yig'ilishib, har kuni yig'ilish o'tkaziladi. Yig'ilishni o'tkazishdan maqsad qurilishga nima kerak, qaysi yo'nalishda qaysi brigadir harakat qiladi. Shu asnovada bir ozginagina gaplashib yo'lga qo'yib olamiz ertalab. Birinchidan 7:40 da boshlashimizning sababi ham ishchilar ertaroq to'planishadi, ertaroq chiqishadi. Shu o'zi maqsadga muvofiq bo'lganligi uchun, ko'pchilikka ma'qul kelganligi uchun buni yo'lga qo'yganmiz. Bu azaliydan shunday bo'lib keladi. Qurilish davridagi eng mas'uliyatli bosqich. Bu barcha bosqichlarga e'tibor qilgan ma'qul deb o'ylayman. Sababi bir-biriga uzviy bog'liq. Ba'zilar shu kotlovan kovlaganda deydi, ba'zilar tom qurganda deydi, ba'zilar rigel kolonnalarni mustahkam qilish deydi. Yo'q, meni nuqtai nazarimda bu barcha qilinayotgan elementlarga, barcha qilinayotgan o'sha nimalarga bog'liq. Xaridorlarimiz hozirgi holatda qurilish davrida nimalarni bilishi shartligi bu meni fikrimcha barcha narsani bilgani ma'qul. Sababi o'sha ko'chat o'tkazilgandan to meva bergunga qadar xabardor bo'lgani ma'qul deb o'ylayman. Bu bino ham xuddi bir ko'chat. Buni qanchalik yaxshi o'g'it berib, yaxshi rivojlantirsak, yaxshi asrasak, yaxshi e'tibor bersak, bu hamisha o'z siz xohlagan mevasini va natijasini beradi. Qurilishda moliyani to'g'ri boshqarish eng avvalo to'liq va real smeta tuzishdan boshlanadi. Har bir bosqich bo'yicha xarajatlar oldindan hisoblab chiqiladi va pul oqimlari rejalashtiriladi. Qisqa qilib aytganda, eng muhimi tushum va xarajatlar doimiy nazoratda bo'lishi, pul qayerdan kelib, qayerga ketayotgani aniq ko'rinib turishi kerak. Moliyaviy nazorat ayniqsa 3 ta bosqichda muhim. Qurilish materiallarini xarid qilishda, sotuvdan tushgan mablag'larni qayta taqsimlashda, ishchilar va pudratchilar bilan o'zaro hisob-kitobda. Aynan shu bosqichlarda noto'g'ri rejalashtirish katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Biz to'lov tizimlarini rejalashtirilayotganda ikki tomon manfaatini hisobga olamiz. Xaridor qulayligi, loyiha barqarorligi. Shu sababli boshlang'ich to'lov, muddatli to'lov, 100% to'lov uchun chegirmalar moliyaviy model asosida oldindan ishlab chiqiladi. Har bir taklif qurilish jarayoniga zarar yetkazmasligi kerak. Bugungi bozorda xavflarni kamaytirish uchun biz xarajatlarni bir manbaga bog'lab qo'ymaslik, valyuta va narx o'zgarishlarini oldindan hisobga olish, rezerv budjet shakllantirish, sotuv va qurilish jadvalini doimiy muvofiqlashtirib borish kabi choralarni qo'llaymiz. Asosiy maqsadimiz kompaniya moliyaviy barqarorligi va mijozlarni roziligini saqlab qolish. China House qurilish kompaniyasida jamoa kuchli deb hisoblayman. Chunki korxonamizda har bir xodim ustida ishlanadi. Har bir xodimni faoliyati, uni ish jarayoni, ya'ni yangi ishga qabul qilingan xodimlari moslashuvchanlik, ya'ni adaptatsiya vaqtida yangi holatini o'rganib chiqib, unga yo'nalishlar beriladi, ko'mak beriladi. Aynan HR jarayonini aytadigan bo'lsam, HR yo'nalishida har bir xodimning faoliyati, uni farovonligi, oilaviy sharoiti, ishdagi faoliyatini baholash jarayonlari orqali kuzatib boriladi va monitoring qilinadi. Qurilish sohasida mutaxassislarni ishga jalb qilish jarayoni bizda asosan introvert emas, ekstravert xodimlarni tanlash, ya'ni nomzodlarni tanlash bilan boshlaymiz. Birinchi bosqich HR bilan nomzod o'rtasidagi o'tkaziladigan intervyu. Bunda nomzodni sharoitlari, ko'nikmalari, avvalgi ish joyidagi holatlari, shularni jamlangan holda suhbat o'tkaziladi. Ikkinchi jarayon bu test topshiriqlari. Ya'ni unda qurilish sohasiga tegishli bo'lgan savollar va shaxsiy savollar hisoblanadi. Uchinchi jarayon bu qurilish sohasidagi texnik xodimimiz bilan bo'lib o'tadigan suhbat jarayoni. Oxirgisi yakuniy 4-bosqich. Rahbar va texnik xodimlar o'rtasida nomzodni yakuniy xulosa qabul qilinadi. Ushbu ko'p bosqichli jarayonlarni o'tkazishning eng asosiy sababi bizga kuchli jamoamizga kuchli mutaxassislarni jalb qilishdan iboratdir.
Jamoani barqaror ushlab turishda, aynan HR yo'nalishida gapirib o'tadigan bo'lsam, korxonada faoliyat yuritayotgan xodimlar o'rtasida ichki intervyular tashkillashtirilgan, tadbirlar, korporativlar tashkillashtirilgan, KPI tizimi ishga tushgan. Bu hol jamoani yanada bir-biriga ahillashtirib, bir-biriga yaqinlashtiradi. Muvaffaqiyatli jamoa albatta muvaffaqiyatli loyihani amalga oshiradi. Bundan kelib chiqadiki, kuchli jamoamiz muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshiradi. Texnik bo'linmalar vazifalari qurilish montaj ishlarini loyiha smeta hujjatlariga asoslangan holda parallel ravishda olib borishdan iborat. Albatta har bir loyiha amalga oshirilganda qanaqadir kamchiliklarga yuz kelinadi. O'sha kamchiliklar keyingi loyihalarda takrorlanmasligi uchun har bir tashkilotda ko'nikmalar paydo bo'lib boradi va rivojlanib boradi. Bizlarda ham xuddi shunaqa. Qurilish montajlarini jadallashtirish maqsadida tashkilotimiz tomonidan obyekt boshlangandan to tugagungacha bo'lgan davr monitoring grafiki ishlab chiqiladi. Bu grafikda bajariladigan ishlar ketma-ketligi, talab qilinadigan moliyaviy resurslar ketma-ketligi ko'rsatilgan bo'ladi. Bunga asosan kunlik monitoring olib boramiz. Kunlik monitoringda qancha qurilish ish hajmi bajarildi, kunlik necha pullik xarajat amalga oshirildi va bizga kerak bo'ladigan ertangi kunlik xarajatlar miqdorlari keltirilib boriladi. Qurilish ishlari monitoringi hafta davomida bo'lib o'tadigan yig'ilishda rahbarlar tomonidan ko'rib chiqiladi va tegishli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bunda prorablarga tegishli bajariladigan ishlar yuzasidan zarur topshiriqlar beriladi. O'ylaymanki, avvalgi loyihalarimizdan mamnun bo'lgan mijozlarimiz hozirgi kunda o'zlarini tanishlarini ham olib kelishyapti va bu kompaniyamiz va rahbarlarimizga bo'lgan ishonch belgisi. Mijozlarimiz birinchi o'rinda sifat, qulaylik va joylashuvga ahamiyat berishadi. China House qurilish kompaniyasining hamma loyihalari qulay lokatsiyada joylashgan. Mijozlarimizdan ko'proq keladigan savollar joylashuv lokatsiyasi va narxlari va bitish muddatini ko'proq so'raydi. Loyihamizni topshirish muddatiga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda qurilish jarayonida ikkita loyihamiz bor. Yangi O'zbekistondagi loyihamiz 2 oydan keyin topshiriladi. Sergelidagi Navro'z Residence loyihamiz 2026-yilning kuz oylarining oxiriga topshiriladi.